Axir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'ylaklariga o'zlari yamoq solardilar. Oyoq kiyimlarini o'zlari tikardilar. Men aytmayapman sizga. Ko'ylagingizni to yamoq solguncha kiying, oyoq kiyimingiz yirtilganda o'zingiz tikib kiying demoqchi emasman. Hech bo'lmaganda odamiylik, musulmonchilik yuzasidan ham bu ish qilib turing. Xonadoningizda ahli ayolingizga, farzandlaringizga bir xizmatini qilib berib, ular bilan hamnafas holatda bir amallarda bardavom bo'ling. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilardilar. U kishi kim? Rahmatan lil alamin. Azonda, takbirda, Qur'onda u kishining ismlari zikr qilinyapti. Rasulullohga salovat aytgan odamni Alloh eslayapti.